Temizimiz ham tayyor bo'ldi. Bu mashinaga qilingan ishlardan. Hop. Chexol foliya qilib berganmiz, bar qo'yib berganmiz. Ashkalariga mana material topib berganmiz. Har doimgidek oldi choklari. Hop. Orqa ko'rinishlariga keladigan bo'lsa, har doimgidek furnituramiz qilib kalitli bo'ladi. Uygalarigacha yasab berganmiz bu mashinamizga ham. Ish holatiga keladigan bo'lsa, ish holati mana panelli bo'lgan. 5 santimetrdan lislarini qaytarib berganmiz. Ko'rishlari mumkin. Bu mashinamizga ham tent qilib berilyapti. Uni ham bitgan holatini qo'yamiz. Manzilimiz Marg'ilonda, bemalol oqayib ko'rasizlar, chiroyli sifatli qilib ishlarni qilib beradi. Oldi chokini ko'pchilik so'raydi, mana mashina olib olmaydi oldi choki qismi.